Qandli diabetga chalingan inson nimalar qilish kerak? Nimalarga rioya qilish kerak? Qancha vaqt amal qilish kerak? Bugun mana shular haqida siz bilan gaplashamiz. Bu videoni ko'rish orqali siz qandli diabetning asoratlarini bartaraf etishingiz mumkin. Qandli diabet bu o'zi nima? Qandli diabet bu organizmdagi qandning me'yorini boshqaruvini yo'qotilishi hisoblanadi. Bunga bir necha sabablar bor. Birinchi navbatda oshqozon osti bezi insulin gormonini me'yorda ishlab chiqarmasligi yoki ishlab chiqarilgan insulin gormonini to'g'ri boshqara olmasligi organizm tizimida, ya'ni hujayralar ichiga kirib borishi, ularda ish faoliyati, sintezlanish jarayoni buzilishi. Qandli diabet kelib chiqishiga ko'ra ikkiga bo'linadi: tug'ma yoki orttirilgan bo'ladi. Tug'ma qandli diabet inson tug'ilgandanoq aniqlanadi va bunga chora-tadbirlar ko'rib boriladi. Orttirilgan qandli diabetning asosiy sabablaridan biri bu nosog'lom ovqatlanish, faol harakatning kamayishi va toza muhitning bo'lmasligi hisoblanadi. Nosog'lom ovqatlanish bu bizni yarim tayyor mahsulotlarga o'rganishimiz, har xil gazli ichimliklarni me'yordan ko'p iste'mol qilishimiz va ovqatlanish ratsionimizning noto'g'ri tuzilganligi sababi ham bo'ladi. Bundan tashqari faol harakat. Agar siz kun davomida bir joyda o'tirib ishlaydigan bo'lsangiz, bu xavf sizda bor demakdir. Chunki inson tabiiy holatda bir kunda 5000 qadamgacha yurishi kerak. Agar bundan kam bo'ladigan bo'lsa, sizda har xil kasalliklar kelib chiqishi kuchayadi. Chunki nosog'lom ovqatlanish va faol harakatda bo'lmaslik inson organizmida har xil shillaklar, toksinlar, xolesterinlar, yog'larning paydo bo'lishi kelib chiqadi. Buning natijasida immun sistemasining susayishi kuzatiladi. Agar sizda toza muhit bo'lmasa, ish faoliyatingizda, oilangizda doimiy stress holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, bu ham organizmda kortizol moddasining ko'payishi va sizning immun tizimingiz susayishiga olib keladi. Buning natijasida organizmga tushadigan har xil bakteriya, viruslarning rivojlanishi uchun a'lo darajadagi muhitni siz tayyorlab qo'ygan bo'lasiz. Buning natijasida kasallikning avj olishi yoki tuzalishining cho'zilishi yoki tuzalgandan so'ng uning asorat berishi ko'payadi. Agar sizni qandli diabetning asoratlari bezovta qilyapti, surunkali bo'g'imdagi og'riqlar, qo'l oyoqda uvishishlar, tortishishlar, ko'zning xiralashishi, xotiraning sustlashishi, uyqu buzilish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, Arigado Box mahsuloti sizga yordam beradi. Chunki Arigado Box mahsulot tarkibidagi tabiiy, shifobaxsh organik o'simliklar sizni qoningizni tozalash, ortiqcha yog'lar, xolesterin, shlaklar, parazitlarni o'ldirib, organizmdan chiqarib yuborishga yordam beradi. Bundan tashqari, zararlangan hujayralarni sog'lomlashishiga, ularning quvvatini oshishiga yordam beradi. Qandli diabetning asoratlaridan biri har xil yaralarning paydo bo'lishi, ularning tuzalishini ko'proq vaqt olishi qiynaydi. Mana bunday holatda Arigado Box mahsulotini iste'mol qilib, sizni bezovta qilayotgan yaralardan butkul xalos bo'lishingiz mumkin. O'zingizni sog'lom va hech qanday qandli diabetning asoratlarini bezovta qilmasligini ta'minlashingiz mumkin. Arigado Box faqat siz uchun.